Dasturimiz esa davom etadi. Yo'l xatoni kechirmasligi, birgina xato o'zgalar hayoti uchun xavf tug'dirishi mumkinligi haqida bot takrorlansa-da, hamon o'z xatti-harakatlarini nazorat qila olmayotgan yo'l qoidalariga bepisand haydovchilar uchrab turibdi. Navbatdagi lavhada ularning ba'zilari xususida so'z boradi. Buxorolik ushbu haydovchi ortidan kelayotgan transport vositasining erkin harakatlanishiga qasddan xalaqit berib, yo'l bezorligiga xos qoidabuzarlik sodir etganini sud zalida tushunib yetdi. Yo'llarda mashinalarga xalaqit berdim. Xato qildim, boshqa takrorlamayman qarshi. Bir marta bo'ldi, qaytib bo'lmaydi. Qilgan ishimdan pushaymon. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik ko'rsatish kodeksining 128-10-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilsin va unga shu modda bilan transport vositalarini boshqarish huquqidan 1 yil muddatga mahrum etib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobar miqdorida jarima jazosi tayinlansin. Boshqa bir holatda esa do'stining to'yida avtomashinalar karvonini tuzib, yo'lni egallab olgan haydovchilarning ko'ngilxushliklari uzoqqa cho'zilmadi. Ularning mashinalari jarima maydonidan joy oldi. Haydovchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 129-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Bo'lib harakatlandik. Bu ishimizdan xursandman. Hech qanaqa qoidabuzarlik qilmaymiz. Bayonni qilgan ishimizdan pushaymon. Mana bu avtomashina haydovchisining oqimga qarama-qarshi harakatlangani, yo'l harakati qoidalarini mensimagan holda qo'pol tarzda buzgani o'ziga qimmatga tushadigan bo'ldi. Shoshayotganim sababli yo'lni qarama-qarshi harakatlandim. Bu ishim qo'pol harakatlanish ekan, boshqa qaytarilmaydi. Yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya etish nafaqat haydovchilar, balki barcha yo'l harakati ishtirokchilari uchun xavfsiz muhitni yaratishga xizmat qiladi. Shu bois qoidalarni qasddan va qo'pol ravishda buzish holatlariga nisbatan qonunchilikda belgilangan tartibda qat'iy choralar ko'riladi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.